Balaliq davrimni eslashni xohlamayman. Chunki balaliq davrim balalarga xos bo'lmagan kechirimchilar bilan to'lgan. Gerçi yavoylik va logiksizlik bilan to'lgan balaliq davrimni qaytarib kelish qo'limdan kelmasa-mu, ota-onamning jumladan atrofimdagi kishilarning orzu istaklarining men izlangan yashash usuli emasligidan gumonlanish tamoman qo'limdan keladi. Hayotimni oddiylashtirish uchun tirishgan sari uni murakkablashtirib oldim. O'tmishimdan zarlangan sari texmi nachar o'tmishga mubtalo bo'ldim. İnkar qilgan har bir reallik menga jin bo'lib choplashdi. Hayotlik energiyalarimdan mangulik dvigatel yasash xiyollarim barbod bo'ldi. Ardim, charchidim. Ko'zimni ochgan sari ko'rolmadim. Oxiri ko'zimni yumdim. Ko'rganim o'zim bo'lib chiqdi. O'zimning hozirdan iborat bir reallikda yashayotganimni his qildim. Kelgusidan kelgan g'am andisha, o'tmishimdan kelgan pas-pes to'yg'ular g'oyib bo'ldi. O'zimning tafakkuriga muddaga ega bo'lgan ijtimoiy mavjudot ekanligimni to'nib yetdim. Shunda qilib men psixologiyani tanladim. Yo'q. To'g'ri qilib aytganda psixologiya meni tanladi. Kallamdagi nurg'un chigish savollarga javob topildi. Shundaqla nurg'unlagan savollar paydo bo'ldi. Men asta-asta o'zimning kontroliga o'tishga boshladim. To'yiqsiz o'zim o'rgangan psixiki savodlarni texmi ko'p kishilar bilan o'rtoqlashishni to'g'ri topdim. Undaqda darsligimni o'zimga xayr-xo'sh deyish orqali boshlayman. Ali Qurbon. Bugün bizden söz edilen dersimiz psikologiyadaki bilişizmlik sahasını sözleyimiz. Yani bilişizm degen nemesi şu bilişni tadqiq qilish deganlik. Bilish degan nim bilan munosabatlik desa, aslim bilan munosabatlik. Amina nurg'a o'quvchilarim o'zining asli tush qobiliyatining tuvallik to'g'riliq ko'proq qaqshaydi. Bu albatta o'quvchilar orasida intayin umumyuzli ko'rilayotgan bir masala. Chunki bir odamning asli qobiliyatining nachar bo'lishi uning bilish iqtidorning cheklikligini keltirib chiqardi. Chunki barliq bilimlarning hammasi odatda mingning as saqlash bilan munosabatli bo'ldi. Amaliyotda odam bir narsani unutib qolamdi degan unutib qolmaydi. Masalan, kishilarning men tizli bir narsa unutib qolaman deydigan gaplarni anglaymiz. Amaliyotda u tizli bir narsa unutib qolmaydi, balki asli emas mumkin. Yoki bo'lmasa u cho'nqur aslimizning ichiga kirmas mumkin. Şuna bugün qandaq qilgan vaqtda aslimini bo'lib o'rgangan narsalarni yuqori miqdorda saqlashni o'rganamiz. Bugün men tilga oladigan psixolog Ibn Xaus deb ataladigan bir psixolog. Ibn Xaus asosiyatdan odamlarning psixikistiki saqlash to'g'riliq tadqiq qilgan odam. Ibn Xaus bu tadqiqotni olib borgan vaqtda nurg'unlagan o'quvchilarni sinab qilib boqqan. Bu o'quvchilarni sinab qilish jarayonida ba'zi o'quvchilarning aslimizning yaxshi bo'lganligi, ba'zi o'quvchilarning o'rgangan narsalarni saqlashning tuvan bo'lganligini bayqagan. Bu oxir bu tadqiqotning natijasini yig'inchoqlab o'zining Ibn Xaus agirsizlik nazariyasini o'tirib qo'ygan. Masalan, Ibn Xausning bu agirsizlikni diqqat qilsak, biz qabul qilgan uchurlar, biz eslamoqchi bo'lgan uchurlar 100% dan 60% ga tuvallash uchun faqat 19 minut ketken. Fakat 19 minutlar. Demek çoğunu sizin saklanan 100%'lik esliminizden 20'nin yuqab ketiş için fakat 20 minut vaqt ketadi. 20 minutda adam yüzden saklanan eslimin 20'ni manda açıp etganda unutup ketdi degan gap. Anda bu agirsizlik tuvallab 48 saatga borgan vaqtda bu 60 esliminin yan yerimi, yani 30'i yuqab ketgan. Demek çoğunda yanı bir yerimi 48 saatdan keyin 2 kundagi yo'qolib ketgan. Anaki bu aslimlar bo'lsa borgan suvatlab 7 kun bo'lgan vaqtda
bu əslimning yana yerimining yo'qolib ketganini his qilgan. Bunda ashib aytgan vaqtda Ibn Xavusning bu agirsiqidan biz nima ko'rlayapmiz deganda, har qanday bir uchur odamning kirgan vaqtda 21 qatim, 48 minut bir qatim, 7 kunda bir qatim yerimdan yo'qolib ketganligi. 7 kundan keyin odatda o'zining aslimlarining faqat 20% lam esida qolganligi yakunlangan. Shunga men bu xil nazariyadan nimani yakınlab chiqdim degan vaqtda ma'lum bir o'g'inish qonunini yakınlab chiqdim. Ya'ni bu o'g'inish qonunining ismi 20-48-7. Bu yerdagi 20 degan minutga vakillik qildi, 48 deganimiz soatga vakillik qildi, 7 deganimiz kunga vakillik qildi. Unda biz bo'lsa bir a'lo o'quvchi yoki bo'lmasa bir o'g'inishda yaxshi o'quvchi qandoq bo'lib yaxshi o'qib qolgan. Uning haqiqatan da shu tabiiy bilim iqtidori yoki uning tabiiy talanti yuqorimi deganda undaq bo'lib ketishini aytayım. Balki uning to'g'ri iqtidori foydali bo'lishi mumkin, ammo butunlay u bu bolaning o'rganish natijasining butunlay yuqori bo'lib ketganligini tushuntirib bermaydi. Unda bo'lsa a'lo o'quvchi bilan normal yoki nachar o'quvchi nima belgilab qo'ydi desa, balki a'lo o'quvchi o'zi bilib bilmay eng to'g'ri bo'lgan as saqlash usulini topib chiqqan bo'lishi mumkin yoki yaxshi bo'lgan o'rganish usulini topib chiqqan bo'lishi mumkin. Unda bo'lsa biz Ibn Xavusning agirsizligidan mundaq bir o'rganish usulini yakunlab chiqa olamiz. Ya'ni bu o'rganish usulining ismi 20 48 7 degan bir xil sxema. Ya'ni buning demakchi o'g'inimiz siz ma'lum narsani o'rgandingiz. O'rgangandan keyin 20 minutdan keyin buni qayta bir takrorlab o'tish. Chunki 20 minut bir tuvallash bosqichiga borgan vaqtda tusab 20 minutda bir tekrarlayıp ötüş. Ondan keyin 48 saatda bir tekrarlayıp ötüş. Ondan 7 günde bir tekrarlayıp ötüş. Bu xil tekrar usulda onun o'rgangan uçurlarının adette 100% desek, onun 80%, 90% o balının esida qoladi. Şuna mesela asısı qarasak, birinci günü o bir narsa o'rgandi, bir o'quvchi. Buni o 20 minutdan keyin, yani uyga qaytgan vaqtda yoki darsdan tushiblar, o'rgangan narsani 20 minutdan keyin bir takrorlash kerak. 20 minutdan keyin tekrarladı. İkinci günü geldi, üçüncü günü geldi. Üçüncü günde çoğduğunda üçüncü günü yani 48 saat toşkan vaqtda o tuncu günü öğrengen narsani yana qayta bir tekrarlayış kerak. Demek birinci günde tekrarlagan narsani üçüncü günde qayta bir tekrarlayış kerak. İkinci gün öğrengen narsani 20 minutdan sırtıda 4. gün bir tekrarlayış kerak. Üçüncü gün öğrengen narsani 5. günü. 4. gün öğrengen narsa 6, 5. gün öğrengen 7. 7. günge varganda çoğusu yana qayta birinci gün öğrengen narsani tekrarlayış kerak. Agar bir o'quvchi mushu oddiy bo'lgan takrorlash usuli bo'yicha mangsa, uning astaqlash nimasi bo'lsin yoki o'rganish natijasi bo'lsin yoki o'rganish jarayonida olg'i besish sijilligi bo'lsin, o ro'shan holda ilgarilaydigan gap. Bu da men bir takrorlab o'taman. Yani o'rgangan narsani 20 minutdan keyin bir takrorlash, 2 kundan keyin bir takrorlash, 7 kundan keyin bir takrorlash. Yani birinchi kun o'rgangan narsani 20 minut, 48 saat, 7. Onundan keyin o tekrar qilmagan taqdirdimi, o hech qanday kitob ko'rmasmi, eng oxirida mayli imtihon bo'lsin yoki bu bilimni ishlatish bo'lsin, buning da asosan qizlanmaydi. Shunga Ibn Xavusning bu bir ilmiy yakunidan biz o'rganishda yoki bo'lmasa başqa sohalarda as saqlashning intan oddiy bir usulini yakunlab chiqdik. Bu xil usul men ham odatda chet el tili dars berman. Bu jarayonda nurg'un bolalarning chet el tildagi mesela sözlüklerini as saqlashda og'ir darajada qiyinchilik yo'qdi. Bu qandaqdir bir balning olmasdan nurg'unlagan ingliz o'rganayotgan bolalarning o'rtaq qiyinchiligi. Chunki eng oxirida ularning mayli inglizcha bo'lsin, mayli fransuzcha bo'lsin yoki german til bo'lsin, mushu pallarni utuqli qazanishda eng oxir nima belgilab qo'ydi degan vaqtda ularning so'zlik yetishmaslikdan bular ya bu fanni tashlaydi yoki bu fanda og'ir darajada qiyinchilik yo'qdi. Agar bir chet el tili o'rganayotgan yoki bo'lmasa boshqa fanlarni mayli matematika, mayli fizika, mayli ximiya qatorliq fanlarni o'rganayotgan bir o'quvchi agar mushkil o'rganish usuli agesa, uning as saqlash qobiliyati ro'shan holda yuqorilaydigan gap. Bu birisi. Endi men yana bir xil o'rganish usulini o'tirib qo'yman. Agar bir
tirishib o'zining o'rganishdan natija chiqarmoqchi bo'lgan bola mushuk usulni birlashtirsa, men shundoq shaxsan kapolatlik qilib beramanki, bu bolaning mayli darsda bo'lsin, mayli kelajakda bo'lsin, mayli xizmatda bo'lsin, olg'a besish tezligiga zo'r darajada yordam berdi. Unda bo'lsa ikkinchi xil usul nima deganda, ikkinchi usul masalan mana bu piramidadan biz mundaq bir narsani ko'ra olamiz. Masalan, piramidaning dastlabki cho'qsida dars degan bir xat bor. Ondan bu 5%. Bu nima degan gap desa, bir o'quvchi dars anglagan vaqtda darsdan faqat qancha % o'zlashtira oladi, qancha % shuni yozdi qoldi deganda faqat 5% yozdi qoldi. Mana shu nurg'un o'quvchilarning hozir salqirayotgan bir nuqta. Nurg'un bolalar darsni masalan tushungan bo'ladi. Haqiqatan tushundi. Ammo bu tushunish qanday haqiqiy tushunish bo'lmasdan hissiy tushunish bo'ldi. Shu vaqtda tushunadi uni. O'qituvchimi buning oldinib qoladi. Ya'ni o'quvchilarim buni tushundi deb o'ylaydi. Amaliyotda bu o'quvchi haqiqatan tushundimi? Unda olmaydi. Amaliyotda bu o'quvchi tushungandek his qildi xolos. Yo'q tushungan bo'lib oldi. Amaliyotda bu darsning qancha % yozdi qoldi degan aram 5% yozdi qoldi. Unda esa bu darsni qanday qilgan to'liq o'zlashtirib bo'ldi. Ikkinchi peshta qaraylik. Ikkinchi peshta o'qish. Ya'ni kitob o'qish orqali. Unda bir odam kitob o'qish orqali shu kitobdagi bilimlarni qancha % o'zlashtira oladi? Amaliyotda faqat 10% o'zlashtira oladi. U balkim umum ideyani tushunish mumkin. Yo'q tushungandek his qilish mumkin. Yo'q tushungan bo'lib olish mumkin. Ammo biz ilmiy tekshirsak, bir kitobni o'qigan vaqtda uning faqat 10% lam u odamga, kitob o'quvchiga yuqadigan gap. Unda 3-peshta. 3-peshta 20%lik asaqlashak 20%lik o'rganishga vakillik qildi. U bo'lsa ko'rish va anglash. Bir narsani mayli ekranda ko'rsin yoki anglasin, bu xil usul orqali o'rganishning o'zi 20%lik asqatadi. Unda 3-peshta bo'lsa 30%. 30% chu deganda o'rgangan narsani boshqalarga ko'rsatib beqish. Nima o'rgangan bo'lsa, uni birsa ko'rsatib beqish. Bu orqali biz faqat 30% egallay olamiz. Ana keyin 50%. U o'rgangan narsani agar boshqalar bilan munozirlashsa, boshqalar bilan deyishib, shu to'g'ri savollarni chiqarishib, o'zaro munozirlashgan bo'lsa, unda buni o'rgangan bilimi qancha % o'zishidi degan vaqtda 50% o'zishidi. Uning ostida 75% amaliyotda mashq qilib beqish. Masalan, bir hikoya aytib bersam, bir maxsus suv uchun tadqiq qiladigan bir odam bor ekan. Bu shu suv uchun tadqiq qilib, aspirantlik o'qib, aspirantlikdan doktorlik o'qib, doktorlikdan doktorashta bo'lib ketibdi. Eng oxirida bu nurg'un narsani o'rgangachga so'zish to'g'riliq. Eriq o'z tangda so'zib jumabdi, chunki nayt yuqori bilganlik uchun. Oxir bu menimcha biroqlar dengizni so'zay deb dengizga suv uzish uchun dengizga o'zini aytibdi, hayotidan ayrilibdi. Demak, buni nimani bildiryapmiz desa, u haqiqiy nazariy bilgan bilan u hargiz uning butunlay dengiz suv uzishiga tenkilanmaydi. U avval eriqdan cho'ngroq ko'ldan daryodan dengizga kengayadi. U biroq undaq qilmagan. U bir umrida suzib boqmagan. Suzib boqmayla, faqat suzishni tadqiq qilgan. Eng oxiri cho'sa dengizga kirgan vaqtda u suzish u yoqtusin hayotini qurqagan. Shu nurg'un bilimlarning amaliyotda bizda nazariy asosda bilinishi uni xato tuyg'uga bir bo'lsa uni o'ziga matn ziyod ishongan qilib yetadi. Albatta bu matn ziyod ishonganlik uchun ishlarning nurg'ulgan tafsiloti sal qaraydigan chiqadi. Ishlarning tafsiloti sal qaragan vaqtda albatta bu ishdan ufq qozonmaydigan chiqadi. Yo'qimiz nima chiqadi bo'lsa, oldirab bir ishni qilolmaydigan bo'lib qoldi. Nima qilsa, mukammallikni qo'g'lashganlik uchun. Shuni qanday qadam muvaffaq qozondi desa, har qanday o'rgangan narsani tajriba qilib boqadi. Unda o'rganmay turib, tajriba orqali muvaffaq qozongan bo'lamdi degan unda olmaydi. Bunda qadamni qaram keldi. Chunki bularda nazariy bilim bo'lmaganligi uchun bularning taraqqiyoti ma'lum nuqtaga olgan to'sildi. Masalan, ba'zi odamlarning hech qanday o'qimay turib boy bo'lganini bilamiz. Ammo buning boy bo'lgandagi haqiqiy muvaffaqiyati cheksizlik intilalamni intilanmaydi. U ma'lum bir nuqtada chuqum to'xtab qoldi. Yoki bo'lmasa boshqa bir tafakkurga o'tolmaydi degan gap. Shunga bir muvaffaqiyat bo'lish uchun nima keraksa, nazariya bilan amaliyotni chuqum birlashtirish kerak. 75% ni biz amaliyot ko'z orqali. Yoki bo'lmasa nurg'a odam kichik vaqtida velosipedni o'rib boqadi. Ammo ba'zida shahar muhitiga mos uchun velosiped minish qulaysiz bo'ldi yoki velosiped minishdan ojiz qolmaydi. Balki 20 yil, 30 yil velosiped minmas mumkin. Ammo
bir vazifani tugagan odam 30 yildan keyinmi vazifani elib haydab ketalaydi. Uningda vazifani haydashni unutib qolibman deydigan gap bo'lmaydi. Hech qanday odam vazifani haydashni unutib qolibman demaydi. Nima ish qilsa? Chunki u vazifani minish o'rgangan vaqtda u to'liq amaliy harakat bilan o'rgangan. Bu xil badanmi o'rgangan narsaga aralashgan vaqtda bu xil bilim asosiyatini chiqarmaydi. Qancha persent chiqarib? 75% chiqarmaydi. Eng kuchli birsi bor. O'rgatish. Eng yaxshi o'rganish nimasi? O'rgatish. Bir odam o'zining bilimini boshqalarga o'rgatgan vaqtda bu hargiz ketmaydi. 100% saqlanib qoldi. Masalan, bizning ingliz tili o'qitish sohasimizda nurg'un o'quvchilar ingliz tilida eng oxirida qanday vaqt muvaffaqiyat qozondi degan vaqtda o'rgatish orqali. Chunki siz ma'lum narsani boshqalarga o'rgatayotgan vaqtda o'zingizda qandaqdir bir xil to'liq tushunish hosil bo'ldi. Yoki bo'lmasa to'liq tushunishga ehtiyoj paydo bo'ldi. Siz tabiiyla bu to'g'ri izlanishga duch kelsiz. Shunga men o'quvchilarga to'xtamay jakarlaydigan nimasi, men bugun sizga nima o'rgatgan bo'lsam, darhol yotoqdoshlaringiz shuni o'rgating. Agar yotoqdoshlaringiz qattiq o'rganish xohlamasa, pul berib bo'lsa-mi, janimadash men bir o'rgatib qo'yadi. Oqida uni qo'g'lab o'rgatish. Bu xil usulda shu deganda uning bilimi biroqla shuning bilimiga hisob bo'ldi. Shunga mayli siz qandaq narsani o'rganing, buni eng yaxshi o'rganishning usuli nimasi? Birisi 75%lik, ya'ni uni amaliyat ko'rsatish. Amaliyat ko'rsatishning ishidan eng qaltis qaysi esa o'rgatish. Mayli dadasi bo'lamdi, yoki opasi bo'lamdi, yoki yotoqdosh, yo do'sti bo'lamdi, uni vaqt chiqarib, o'zi o'rgangan narsani o'rgatib etganda bu xil narsa hargiz esida ko'tarilib ketmaydi. Onun da munazara gruppasi. Biroq nurg'u o'quvchilarning qo'llig'i nimasi? Ustiga kuchi. Dars anglaydi, o'qiydi, anglaydi. Bu xil ahvol ostida bek ko'p bo'lib ketganda qancha qildi? 20%. Faqat 20%lik o'z ishida. Bunda vaqtda bunda bolalarda olg'i besish tuyg'usi bo'lmaydi. Olg'i besish tuyg'usi bo'lmagan vaqtda odamlar nurg'un narsalardan zerikadi. Nimishqa ba'zi bolalar darsda chekinib ketadi, chekinganlar chekinayverdi, bilganlar nimishqa bilaverdi deganda, chunki bir odamning ma'lum narsani tushunmasligi uning bearamlik tuyg'u paydo qildi. Odam badani tug'ilishdan boshlab, mayli ro'yatda bo'lsin, mayli badanda bo'lsin, biz bearamlikdan qochamiz. Masalan, birisi bizning qo'limiz chim desa, biz undan tortib olamiz. Mingimizmi ma'lum bir bearam tuyg'uni his qilgan vaqtda bu xil bearamlik tuyg'udan qochadi. Unda esa bir bola dars bilmadi. Buni dars bilmasligining o'zila bearam tuyg'u paydo qildi. Yoki bo'lmasa o'qituvchisi uni ayblish mumkin, yoki do'stlari uni mazoq qilish mumkin. Demak, bu bearamlik tuyg'udan qanday qutulish kerak? Balkim dars tashish mumkin, yoki eng oxirida balkim maktabdan chekinish mumkin. Chunki hech kimning bearamlik tuyg'u ishi kirib olg'isi kelmaydi. Yoki bo'lmasa o'zini ma'lum bir sohaga yoki kompyuterga, yoki bo'lmasa to'pga, yoki tantarbiyaga beg'ishlash orqali oyatda tatgan ziyonlarni, ro'y ziyonlarini boshqa soha orqali to'liqlab mangadi. Tabiiyki bunday ahvolda uning bilishga nisbatan, o'rganish nisbatan hech qanday qizg'inlik qolmaydigan gap. Shu nurg'un bolalarning maktab berish xusham yo'q deganning o'zi nima degan vaqtda amaliyotda men ma'lum narsani bilanmadim demoqchi. Yoki bo'lmasa ba'zilarning buni o'rganib nima qiladi hech qanday foydasi yo'q deyish mumkin. Biroq bu meni tushuntiryapti, u balkim ash narsani bilanmagan bo'lishi mumkin. Shuni bilanmaslik nimani keltirib chiqardi-sa, qiziqishni nolga aylantirib yetadi. Qiziqishni nolga aylangan vaqtda bu odamda hech qanday bir ishtirish kuchi bo'lmaydi. Ba'zi ota-onalar o'zining bolalarini masalan, o'rganish qizg'inligini qo'zg'amay turib, to'xtamay olg'a ishtirib yetadi. Bunday olg'a ishtirgan sari odam bu o'quvchining nima paydo bo'ldi-sa, uningdan bezorlik paydo bo'ldi. Zo'mzo holatda. Masalan, bir mashinani biz qo'yib qo'ysak, bu mashinani biz ishchini ochiqchilab o'taldimay, oqidan 5-6miz ishtirsak, mang'idi. Tizmangmaydi. Ham uzun mangmaydi. Nima ish qilsa, ishtirgich yerib ketadi. Demak, bunday vaqtda ota-ona cho'qim ordu degan gap. Bu xil mashina asli mashinaning funksiyasiga ishtirish emas. Balki u ishidan o'talgan vaqtda u balkim boshqa odamlarni so'rab mang'alaydi degan gap. Shunga bir o'quvchini haqiqiy bir balani haqiqiy o'rganish qiziqtirish uchun uningdagi ichki qiziqishni qo'zg'ash kerak. Ichki qiziqishni qo'zg'ash uchun nima qilish kerak deganda, u o'zi qiziqayotgan narsaga bilish kerak. Chunki bilishning o'zi rohat tuyg'u paydo qildi. Chunki siz ma'lum narsani bilgan vaqtda tabiiy yaxshi tuyg'u paydo bo'ldi.
Hiç olmagan kishilar sizni yaxshi ko'rdi, kishilar sizni maqtaydi. Buning hammasi odamning yaxshi tuyg'usi. Badan xuddi rohat izlagandek, odam mingisimi rohat izlaydi. Bu xil rohatlik nimani keltirib chiqardi bo'lsa, aslida qilayotgan ishning texmo ko'payishni keltirib chiqardi. Biz buni keyingi shartlashni o'rganamiz. Ya'ni odam ma'lum narsani huzur topganda bu ishni qilishning qitim soni yuqorilab bordi. Shunga bolalarning o'rganishni qizg'inligini qo'zg'ash uchun birinchi qatim nima qilish kerak deganda, bular o'zi tushunayotgan narsani bilish kerak. Buni bilish uchun qanday qilish kerak deganda, men bu yerdan piramida shaklini ko'rsatib qo'ydim. Mushning ichidagi eng ostidagi 3ni cho'qim ishlatish kerak. Bunga ba'zi o'qituvchilarni diqqat qilish kerak. Umi bir o'qituvchi, bir loyiq o'qituvchi hargiz ders o'tash bilan yoki bolalar topshiriq berishdan cheklanib qolsa olmaydi. U uchun bolalarni munozirga o'rlashtirish kerak. Nemishqa bolalar, masalan biz kichik vaqtimizda tantarbiya darsiga bordik. Tantarbiya darsi olsam qo'shib ketdik. Nemishqa biz tantarbiya darsini yaxshi ko'ramiz? Biz o'ylab baqsaq bo'ldi. Tantarbiya darsining alaylik nimasi, u qilayotgan ishga o'zi shug'ullandi. Mayli top o'ynasin, mayli sektirsin, mayli tushun topasin, uningga bola o'zi qatnashgan aktiv bo'lgan o'rganish usuli. Shunga har qanday bola buning qatnashib oldi. Ammo dars shu deganda dars asosiyatdan bolalar o'tirdi, o'qitish so'zlaydi. Bu bir passiv o'rganish usuli amaliyotda. Shunga bir nodir o'qitish qanday qilish kerak degan vaqtda o'zining o'rgatgan bilimlarini bolalarga o'zaro munozir serish kerak. Bo'lsa, bola yana bir bolaga o'rgatish kerak. Mana ma'qul aktiv holatda tarbiyalaganda bolalar bundaq darsga o'zidan qiziqib qoldi. Mesela munazirleşken vaqtda. Çünkü o tunji qatim o'zining idisini mayli xato bo'lsin, mayli to'g'ri bo'lsin, u idis o'tirib qo'ya olgan vaqtda bundaq narsalarga tizla kirish ketadi. Nima ish qiladigan vaqt men bayat degandek, uningda rohat tuyg'u paydo bo'ldi. Shunga har qanday ota-ona yoki har qanday o'quvchi, har qanday o'qituvchi ma'lum bir bolaning yoki ma'lum bir o'quvchining qiziqishini qo'zg'ayman deyotgan, uning uchun bildirish kerak. Bilish bo'lmaydi ekan, qiziqish bo'lmaydi. En ahırda meni agahlandırıp koyduğum nimasi İbn Xavsen mundaq bir nadir gapni qilgan. Ya'ni bilimning originali muhim degan. Bilimning originali muhim degan nimasi, siz mayli qandaq narsani o'rganing, uni chuqum tunji qatim to'g'risini o'rganmasangiz, uni keyin o'zgartirib olmaydi. Masalan, bir bola nimaga o'xshaydi degan vaqtda bulutga o'xshaydi. Bu bulutni biz loy suv uchilab qo'ysak, oldik. Bu loy suvni suzuk suv uchilsak, o darhol suzilmaydi. Uni qanday qilish kerak deganda, qayta suzuk suv uchilab, uni qayta siqqandan keyin ondan suzuklashadi. Ammo bu bulutni tunji qatim suzuk suv uchilsaqchi bo'lsa, biroq suzuk suv chiqadigan gap. Shunga kichiklar bolalarning o'quvchilarga o'rgatgan vaqtda, ba'zi bilimlarni to'g'ri o'rgatmagan vaqtda bir xato o'tib qo'ysa, buni juymoq bas mushkul ish. Masalan, ba'zi biz bundaq ahvollarga uchraymiz. Ma'lumotdan xato to'lab qo'yamiz. Masalan, Ahmet isimli bir balını biz Ekrem deb to'lab qoldik tunji qatim. Keyin uning ismining Ekrem emas, Ahmet kelgan bilib tursaqmi, bizning og'zimizni Ekrem deb to'lab solamiz. Hatto bir umr Ekrem, voy Ahmet, Ekrem, voy Ahmet, Ekrem, voy Ahmet. Nima ish qolsa, tunji qatim xato o'rganib olganda uni tuzatmak bek mushkul hisoblandi. Masalan, bir bola 2 kun qo'z 5 deb o'tib qo'ygan bo'lsa, bu keyin cho'ng bo'ldi. Oliy maktabga o'tgandimi, 2 kun qo'zsa 5 deb turib, voy 4 deyish mumkin. Demek har qanday bilimning original muhim. Bu mening sizlarga bugunlik dars so'zlaydiganim. Undan so'ng bugungi dars to'g'riliq so'raydigan savollaringiz bo'lsa, so'zsan bo'ldi. Siz. Assalomu alaykum, Ali ma'lum yaxshimisiz? Bugungi mushu darsingiz bak yaxshi bo'ldi deb qaradim. Men nurg'un narsani his qilib oldim. Endi anglasam, men bak boshqalarni angladim, men bak havas qildim. Mushu bo'libmi sizniki, mushu 9 oy ichida mushu ingliz tilidan, yana TOEFLdan qanday muvaffaqiyatga o'tib ketgansiz. Yana boshqa mushu chet el tilidan ingliz tili, fransuz tili, mushu german tili qatorliqlarni bildikansiz. Endi sizniki mushu tillarni mushunda tez suratda o'rganishingizda menimcha men bak qiziqdim shu nuqtaga. Sizni bir alaylik bormi, qanday yo'q bo'lsa bir usul bormi, mushuni bir bizga deb bergan bo'lsangiz. Bu savolga men bek jiq uchrayman. Endi yana bir alaylikim chiqib qopti. Men shu oliy maktab intamizda qistirib o'tib ketishim kerak. Men shu Xinjiang bo'yicha alivlar olib o'tgan. Bu vaqtda bizning qo'shnilarimiz
Bütün bizim jurt mesela hayran kalgan. Neymiş hayran kaldı? Çünkü mening ailemni elib aytgan vaqtda man tinch ügnish sharoiti bek yaxshi emas edi. Ata-onamning munosabati taz yaxshi bo'lmag'achqa, ularning men ko'ngil bo'lish holati mening boshqa do'stlarim qaraganda yaxshi emas. Unda olsa bu bala qanday qilib bundaqa oliy maktab imtihonimizdan alvalab o'tib qoldi. Bu nurg'a odamlarning kallasidan o'tmagandir. So'lloq qoldi. Keyin men o'zimni yaxshi bir talantli o'xshayman deb mengiverdim. Keyin til o'rgandim. Til o'rgangan vaqtda, bu vaqtda kishilar men oliy maktabdan yaxshi numar olgan vaqtda kishilar buning tabiiy panga talanti bor deb buni ma'qul tushundirdi. Men mo shunda talantim bor o'xshaydi deb tushunib ketaverdim. Keyin oliy maktab chiqdim. Oliy maktab chiqqan vaqtda chet el tili o'rganish qizg'inligining kuchliligini bildim. Ondan men oliy maktab chiqqan vaqtimda qiziqarli ahvol bo'pti. Ya'ni bir bala ingliz tilini 6 yil, 7 yil o'rganib, ondan TOEFL emas, uningdan tuvan bo'lgan 4-darajalik imtihondan aran o'tdi ekan. Men kelgan vaqt. Yani bu yerda mening bir kallamda o'tmadi. Bu bir tilni qanday qilib 6-7 yil o'rgandi. Bu arzimaydigan ish deb qo'ydim. Chunki bir odam 6-7 yil bir til o'rgansa, uning bu til orqali boshqa bir bilimlarni o'rganish uchun yana nurg'un vaqt ketadi. Bu hargizmi mening kallamda o'tmadi. Shu vaqtda men bir do'stimga men shu tilni tiz o'rganganligim to'g'risida dedim. Ammo do'stim ayni vaqtda bundaq bir yil, men 1 yil deb o'tirib qo'ygan. Bundaq 1 yilda o'tishning hech kim shakllanmagach, hech kim unda qilib boqmagachqa, ular buni bir xil xomxiyol yoki poetish deb o'yladi. Biroq men o'zimga ishondim. O'rgandim, bir boshdan fransuz o'rgandim, bir boshdan ingliz o'rgandim. Keyin mening tizligim o'rganish tizligim tiz bo'ldi. 6 oy bo'lgan vaqtda men o'zimning tayyorligining ravus bo'lganligini, 4-darajalik imtihonning saviyasiga yetganligimni his qildim. Biroq mening bu imtihonni bagim kelmadi. Ya'ni buningdan yuqori imtihonni so'rdim. O vaqtda eng yuqorisi TOEFL degan imtihon edi. Keyin men bu TOEFL imtihoniga tizimlatdim. Buni Shinjang universiteti berdi shu vaqtda. Keyin bu imtihonni yuqori numar olgan vaqtda nurg'un ballada bir xil ideyajatin o'zgarish bo'ldi. Asli ingliz tilini unchalar yuqori, unchalar ko'p vaqt sarf qilmasin bo'ldi ekan degan turga keldi. Hamda bular balkim meni talantli to'g'miqdori bor deb yana qutulish mumkin. Men buning ishinib keldim. Qachon ishondim degan vaqtda men bir qatam IQ, ya'ni aql koeffitsiyentini sinaydigan bir savol ishlab baqdim. Men rost aqlliqmi? Bu koeffitsiyent sinagan vaqtda bu 100 numurliq hamda. Mening natijam 70 chiqdi. 70 deganim o'ttiral aql va adam hamda. Mening ba'zi o'quvchilarimning 80-90, hatto ba'zilarining ama favqulodda aqlliqning 110-120 chiqdi. Oshirib hisoblaymiz. 100 olgan bilan 120 qilib hisoblay olamiz. O'quvchilarim degandan 90-100 ketdi. Men xato hisoblab qo'ygan o'xshayim deb qayta hisoblasam, ikkinchi qatim 68 chiqdi. Demak, bu mening aqliy, haqiqiy aqlim bilan munosabat bo'lmasdan birsi mening ishonchimdi. Mening ashning o'tib ketish ishonch qildim. Mayli boshqalar o'taliga u mening ishim emas. U boshqa odam. Men boshqa odam. Shu vaqtda mening bu xil tiz o'rganishimga birinchi sababchi bo'lgan narsa emas, mening ishonchim. Chuqum qilan, nemish qilanmayman, chuqum qilam. Chunki burungi zamonda qushqash tili, hayvon tilini tushundigan odamlar paydo bo'lgan. Uni o'rnida bir odamning tilini tushunish menimcha unchalar qiyin emas deb o'yladim. Mush tariqada o'rganish orqali oxir o'tdim. Demak, bu yerda men nim demoqchi esa, bir odam hargizmi ma'lum narsa talantli, ma'lum narsa talantsiz bo'lib qoldigan ish mavjud bo'lmaydi. Talantli bo'lsa, butun talantli odamning badinda hamma inson bo'ldi. Masalan, bir buvoqning ichida bir buvoq misol olsak, uning ichida injenermi bor. Uning ichida millionermi bor. Uning ichida o'qituvchim bor. Uning ichida tumuchim bor. Uning ichida o'g'rimi bor, qotilmi bor. Masala qaysi qismini taraqqiy qildirib chiqarish. Uni har qanday qadam qilib tarbiyalagan bo'ldi. Bu yerga masala qandaqdir uning suyuq shakldagi aqli bo'lmasdan kristal aql degan nimasi, uning o'ziga bo'lgan ishonchi, tajribasimiz kristal aql deb qaraymiz. Shaxmat
Dаңлық шахмат майыры Боб Фишер deyilgan bir adam ötken. Bu Bob Fischer dünya çempion Kasparov'nu özünün yaş vaqtida bir qitim yengib etken. Kişiler bunu nim degense şahmat talantı var degen. Bu bir adam tug'ilishdan şahmat talantı var tug'ilmaydi. O mümkün iş emas. Bob Fischer'in bunun nimde cevap bergense, men şahmat talantım yok. Meni onun talantı var, bunun talantı var deme. Men şu talantlık o'ylim g'oyadan şahmat o'ynab qoldim. Agar men yozuvchi bo'lsammi, futbolchi bo'lgan bo'lsam talantli bo'ldim. Bu mening qandaqdir suyuq qiliqi, aqlim bilan munosabat bo'lmasdi, mening xarakterim bilan munosabatlik degan. Ya'ni uning xarakteri nimasi? U Kasparovni yengish ishonch qila olgan. U shu ishonch qilgan vaqtda uning qalbidagi yoki mingisidagi yushurni iqtidori qo'zg'alab ketgan. Bu yushurni iqtidori degan ajoyib kuchli narsa. Chunki olimlarning hisoboti yoki olim tadqiqoti bo'yicha bir odam eng ko'p bo'lsa aram faqat 7-8% mingisi ishlaydigan. Undan sonra qalan 92-93% mingis nagizdi. Demek bizde çeklik kabiliyet mevcut emas. Çeksiz kabiliyet var. Bırak bu nur adamlar bu üzünün bu xil çeksiz kabiliyetini intan çeklik halatga tushirib qo'ydi. Şuna dünyada 4 o'quvchi olmaydı. Fakat 4 bo'lib qoladigan o'quvchi var. O fakat 4 bo'lib qolgan. Hargiz 4 emas. Nemish qolsa? Tarbiyalash tufayli. Yoki bo'lmasa uning o'ziga bo'lgan ishonch tufayli. Şuna mening bu xil tillarni o'rganib bo'lishimda hayron qararli ish emas. Agar zurur bo'lsa, haqiqatan zurur bo'lsa, men har qanday bir tilni, dunyodagi har qanday bir tilni kitib bilan tayyor bo'lsa, men u til bilan so'zlashadigan odamlar uchrashmasammi, men 3 oy tugitib bo'laman. Nemish burun 6-9 oy tugitib hozir 3 oy tugitdim. Chunki men uningdimmi o'ngay o'rganish usulini bilaman degan gap. Hem mening necha qitimliq tilni o'rganish jarayonida mening kallamda nimsizlik bo'ldi deganda sen qila olaysan degan narsa allabuni o'rnatilib bo'lgan. Mening qila olishimga 3 oy tugita olishimga ishindi. Shunga tugita olayman degan gap. Biroq nurg'a odamlarda chulsa bundaq siziqsizilmagan, uning nervisida qila olaysan degan narsa bo'lmaganligi uchun uning aslidagi potensial oqiga yenib ketaverdi. Shunga odam bir narsani ufti qazonib ketadi. Bir ufti qazonmagan sari tuvalib tushib ketadi. Nimish qolsa mingida şu xil programlashib ketadi. Shunga menga nisbatan bir til o'rganish hech qancha emas. Ammo bu mening aqlim bilan munosabati yo'q. Nima bilan munosabat bo'lsa, mening o'zimga bo'lgan tushunchim, o'zimga bo'lgan ko'z qarashim, o'zimga bo'lgan ishonchim. Shu mening yosh o'smirlardan, sizlardan o'quvchilardan talab qildig'im nima desa, dunyoda 4 odam yo'q. Faqat 4 bo'lib qoldiq odam bor. Bu 4 bo'lib qoldiq odam nima sababli 4 bo'lib qolsa, o'zining tuyg'usi yoki o'zining o'ziga bo'lgan tushunch tufayli deb tulab qoldi. Siz. Assalomu alaykum muallim. Ba'zida maktablarda o'rganishlarda o'quvchilarningki o'zini amin asli qobiliyatini tuvan va o'rganishga tirishsam yana oldi kiramayman degan ko'z qarashlar bor. Siz bu qarashga qanday qaraysiz? Men boyatin deb o'tib ketdim. Nurg'un o'quvchilarning asli qobiliyatim nachar deyishning o'ziga bearam tuyg'uni yo'q qilib o'tish uchun. Ya'ni har qanday odam men bilanmidim deyish xohlamaydi. Ammo u bilanmidi. Buni qanday usulda bu bearamlik tuyg'udan qutuladi? U asli qobiliyatim tuvan desa, u yaxshi his qiladi. Ya'ni masalan siz men qalva deganning o'rniga mening qulqim gaz desangiz, bu bir qadar sizga besimni sal tuvaltadi. Nima qilsa, gazliq kishilar qabul qila oladigan, sizga balki istash qiladigan bir xil tushundirish. Ammo siz men bilmayman desangiz, bu o'zingizga bir xil bearam ish qiladi. Shunday o'quvchilarning asli qobiliyatim tuvan deyishning o'zi mushkul bearamlikdan qutulish uchun aql ifodalash. Biz buni psixik analizm so'zidik. Ya'ni aqlni muvofiqlashtirib tushundirish yoki rad qilib turib olish, inkor qilib turib olish, ya'ni o'zining pokitini inkor qilib, kishilar qabul qila oladigan usulni tushundirish. Masalan, bir dada kayfiyatni achalish bir balni urib qo'ygan bo'lsa, bolasini. U hargizmi uyg'um kelib udim demaydi. U nima deb tushundirish mumkinsa, balamning kelgusi uchun. Uning yaxshi bo'lsin dedim deydi. Demak, bu balalarningmi asli qobiliyatim nachar degani amaliyotda o'ziga aql, reallikni yushirish orqali ma'qul usulga kirib olmoqchi. Yoki bo'lmasa nachar balalarning ko'p uxlaydigini bilamiz. Chunki uxlab qoldim, shuni bilmadim deyish bu bir qadar ularga nisbatan yaxshi tuyg'uni bildirdi. Chunki uxlab qolsa, albatta u chaqda ayıplash yoki bo'lmasa asosliqqa bana nimaga yetkilib ketadi bo'lsa, uning ana tirishmasligiga emas, uxlab qolganiga yetkilib ketadi. Yoki uning bilmasligiga emas, uxlab qolganiga
yo'tkilib ketadigan gap. Yoki o'zi maktabda chiqsa, men maktabda o'qimagan deb qutula olish mumkin. U chaqda bu o'ziga bearomlikni yo'qotalaydi. Shu psixologiyada bir narsa bor, badan xuddi bearomlikdan qochgandek adamning ro'yitimi doim bearomlikdan o'zini oqichib, uni boshqa bir usullar orqali tanishadi. Biz buni keyingi darslarda tafsil so'zlaymiz. Bo'ldi, unda bugungi darsimiz shu bo'lsin. Rahmat.